alaykum. Men Nozimani onasi bo'laman, tushuninglar insonlar. Men bekorga Koreyada yurganim yo'q bu yerda. Shu ko'zimga adolat deb keldim. Yana qancha bunga bo'xtonlar, tuhmatlar qilmoqchi insonlar. Internetda chiqarayotgan narsani hammasi yolg'on. Mana meni qo'limda med ekspertiza turibdi. Sud ekspertiza yo'q menda. Shunchalik ham odamlar bag'ri tosh bo'ladimi? Shunchalik ham iflos bo'ladimi odamlar? Buni qaranglar axir. Bunda yozilishicha noaniq deyapti menga. Faqat noaniq deyilyapti. Hali hech narsa qo'limga berilgani yo'q. Advokatlar ham jahli chiqyapti bu narsalardan. Birinchi bo'lib ona bo'lib turib menga beriladi. Tushuninglar, faqat menga beriladi bu narsa. Men onasiman. Men begona inson emasman bolam uchun. Onasiman men. Menga advokatlar orqali taqdim qilinadi bu narsa. Undan keyin men hammaga ko'rsatib beraman buni. Majbur qilmanglar meni, iltimos sizlardan. Shuncha tuhmatlar yetadi axir bolam bechoraga ozmuncha tuhmat qilindimi? Qo'limdagi narsada noaniq beryapti-ku.